men ozg'inman, ves olishim kerak. Yo'q, ves olmay, mishsa ol. Nima qilasan vesni? Odamlar ortiqcha vazndan qutulolmayapti. Bir kosa osh yeysiz kunduzi, to'g'rimi? Shunaqa. Qancha kaloriya bor unda? Bir kosa oshda bilmadim 800 ming bor. 1000 ga yaqin kaloriya bor, to'g'rimi? O'shani obedda yeysiz, ular bilan bu narsalar qo'shib yeysiz. O'sha yerdan qancha mishsa olaman deb o'ylaysiz? Hammaysiz. Chunki oqsili yo'q. Yo'q, oqsil ham yo'q bo'lib ketgan, qo'l chiroyli bo'lib ketmoqchimisan? Forma mishsa. Chunki hammamiz bizani o'zbeklarning hammasini rejimi oddiyda, uyimizda nima qilsa shuni yeymiz. To'g'rimi? Shunaqa. Yoki so'rashadi, nima qilyapti adasi bugun, nima ovqatlaysiz? Hech kim aytmaydi-yu. Menga shu tovuqni filesini qilib bergan. Demaydi. To'g'ri? Qozon kopi bos deydi onasini hepsini. Shunaqa. Mazza qilib yeydi deydi. Mani suvlariga yog'ga nonni botirib yeydi-da. May, buni ham yeyish kerak. Bu ham ne'mat, bu ham shirin narsa. Keyin tap etib uxlaveramiz-da. Niye bo'lgandan keyin. Ketdi bu. Maqsum ves ol. Yo'q bo'ladi. O'shaning uchun ves olish shart emas. Mishsa olaylik, o'zi vesimiz ko'tariladi mishsadan ham.